ChatGPT, Beta AI, Photoshop, GIMP, Netflix, TinyZone, Spotify, Free Fire, Microsoft 365, LibreOffice, Midjourney, Adobe Firefly, Nvidia, Animoto. Xuddi shunga o'xshagan pulli sun'iy intellektlarni bepul analigini katta ro'yxatini olishni istasanglar, kommentariyada 5 raqamini qoldiring. Ishonchli va ko'proq pul to'laydigan bot so'rayotganmiz. Hozir ko'rsataman. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, ketdi. Birinchi navbatda Telegramga kirib, xuddi shunaqa ajoyib ilova bot deb yozasizlar. Birinchi chiqqan botga kirib, Start tugmasini bosamiz. Bu yerdan tanga o'yinni bosasizlar va kirib olasizlar. Endi bu tangani sotuvini kutib o'tirmaysiz. Bemalol obmenat tugmasini bosib, kerakli tangani kiritasiz. Bu yerda o'zbek so'miga, rublga yoki dollar orqali kartaga yechib olishingiz mumkin. O'yinga kirgandan keyin bu yerda pul ishlash juda ham oson. Birinchidan Druziyaga o'tamiz va mana bu silkani kopirovat qilib o'rtoqlarga jo'natib qo'yasizlar. Referal orqali pul ishlasanglar bo'ladi yoki zadaniyaga o'tsanglar, mana bu yerda har xil zadaniyalar bor. Har bittasini bajarganingizga ozmunchadan tanga ishlab olasizlar. Tablitsaga o'tsanglar, kim nechinchi o'rinda turganini ko'rib olsanglar bo'ladi, hamda profilga o'tasizlar. Bu yerdan redaktirovat profilni bosib turib, o'zingizning ma'lumotlaringizni kirgizsangiz, siz bu orqali ham tanga ishlab olsangiz bo'ladi. Bu videoni barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, ular ham ozgina pul ishlab olsin. Qanday qilib o'zingiz haqingizdagi barcha ma'lumotlarni internetdan atigi 2 daqiqada o'chirib tashlash mumkin? Buni ko'rsatishimdan oldin videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Birinchi bo'lib Google ga Mine deb yozamiz va birinchi chiqqan saytga kiramiz. Keyin Get Started ni bosamiz. Aytgancha saytdan ro'yxatdan o'tib olishni unutmang. Endi 3 marta Next tugmasini bosamiz. Bu yerda ushbu tugmani bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda sizning ma'lumotlaringizga ega bo'lgan kompaniyalar ro'yxati. Endi bularni xuddi shu tarzda o'chirib chiqamiz. Bundan da qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Tayyor turing. Agar farzandingizni doim urishayotgan bo'lsangiz, uni injiq bo'lishiga, itoatsiz farzand bo'lib qolishiga tayyor turing. Agar farzandingizni har bir harakatdan kamchilik topib, arzimas narsalar uchun tanqid qilayotgan bo'lsangiz, uni yolg'onchi bo'lishiga tayyor turing. Agar farzandingizni bir ishni o'zi qilishiga yo'l qo'ymasdan har bir ishiga aralashayotgan bo'lsangiz, mas'uliyatsiz, befarq farzand bo'lishiga tayyor turing. Agar farzandingizni yaxshi bir ishlarini, muvaffaqiyatlarini rag'batlantirmayotgan bo'lsangiz, dangasa farzandi otasi onasi bo'lishiga tayyor turing. Agar farzandingizni har bir ishida qo'llab-quvvatlayotgan, unga ishonch berayotgan, mehr berayotgan, vaqt ajratayotgan, uni maqtayotgan bo'lsangiz, buyuk farzandni